Ramazonda kimdir oziydi, kimdir do'mbillab ketadi, ham uchun yegan narsalarda. Xuddi shunday. Bularda faqat mana har kuni kechqurun yotishdan oldin yarim stakan kefirga mana bu ozdiruvchi slim choyimiz bor-ku, 6 xil gul urug'idan tayyorlangan. Shuni qatuga solib, bir stakandan ichib yurgandan keyin bir oyda kamida 5 kiloga vez tashlaydi. Bu ayni sezoni Ramazonda ichadigan vaqt. Mazasi nima dedi? Mazasi o'ta jonon. Yutib boramiz. Birinchidan vez tashlashga o'zini yo'liga. Birinchi navbatda ichagimiz tozalashimiz kerak, o't qopimiz, jigarimiz tozalashimiz kerak. Sababi parazit bormi? O't qop yaxshi ishlamayaptimi, ko'payadi. Suv emirilish bormi, o't qop yaxshi ishlamayaptimi, ko'payadi. Yegan ovqatimiz ichagimizdan so'rilmayaptimi, yo'q bo'lmaydi hech qachon. Birinchi navbatda ichakni cho'tkasi tabiiy urug'lardan bo'lgan mana shunaqa odatiy sizga tanovvul kerak albatta. Chunki aka, bitta narsani aytib qo'yaman, ichagimizda juda ko'plab yillar davomida yig'ilgan shlaklar bo'ladi. Buni birinchidan biz ichagimiz hech qanaqa noodatiy yo'llar bilan tozalay olmaymiz. Urug'lar bilan tozalaganimizdan keyin ichagimiz yangi bo'ladi. Yuvilmagan qozonda hech qachon qaytib ovqat qila olmaysiz. Albatta, albatta. Chunki ovqat pishmaydi ko'nglingizdagidek. Siz ichagingizni tozalasangiz, har bitta bir-birda yegan noningiz ham tanangizga yuk bo'ladi. Onam aytardilar, quloqni kattaligidek non yesa, tuyani kuchini beradi. Nimaga? Yoshligimizda doim ichagimiz toza turganda, hozir mana bunaqa sintetika, ko'plab ximikatlar bor davomiylik hayotimizda mana shunaqa yerdan bevosita o'sib chiqqan boshoqli mahsulotlarni, gullarni urug'i siz bizga haqiqiy detoks bo'ladi. Ozaman deb yillab yuradi, yillab dieta qiladi. Juda. Kechirasiz, ichagingizni tozalang, hayotda suv ichsangiz ham ozasiz, xudo xolisa. Semirish oson, ozish qiyin, albatta. Bu tabiiy mahsulotlar bilan qo'rqmasdan olib, ichib, foydalanib, ozib, balerina bo'lib chopqillab yurganga nima aytsin? Voy, nana. Polvonlardek yuring, qadamingizdan yer gursullasin. O'zbekmi 2 bit qip-qizil, doktorga ish tushmasdan aptekani ko'rganingizda teskari qarab o'tib ketadigan, sizga muhtojlar bo'lmasin hayotingizda. Albatta. Baraka top, eng yaxshi mahsulotlarni tayyorlab kelganda ulash, sana faqat xalqimiz duo qilsin. Aytgancha, qavziyatdan muammo chekyapsizmi? Kelib yarim kilo olib ketasiz, 1 oyga yetadi. Mana shu 1 oy davomida hayotingizda siz ko'rmagan tanangizda o'zgarishlar bo'ladi. Dog'lar ketadi, yuzlaringiz yana ham namlanadi, yorug'lik yana ham paydo bo'ladi ko'zlaringizda. Sababi siz ichingizni tozalayapsiz. Uyingizni, ostonangizni, mashinangizni emas. Odamni ostonasi mana shu ichagi bo'ladi. Albatta. Baraka top, tabiiy mahsulotlardan takli kelganda ulash, hammasini ber. Bay. Juda ham boshqacha ta'mga ega bizning sling choyimiz. Ramazonda ichsang, ayniqsa yana ham ozib, chotga bo'lib yurasan. Xudo xolisa. Gali sut oqqanda to'g'ri turadi. Qorin ketib, ha, 5 qorin bo'lmasa maza qilib yurasan.